Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyotlar yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch va baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugunoq sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'chada ketayotib, rul ustida osh yegan va keyinchalik mashinasiga ofis konditsionerini o'rnatgan va 3 g'ildirakli avtomobilni haydab, shov-shuv ko'targan blogerlarning videolari tarqalgan edi. Holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, Damas haydovchisi avtomobilga ofis va xonadonlar uchun mo'ljallangan konditsioner o'rnatib, shaharning gavjum ko'chalarida harakatlangan. Shuningdek, yana bir bor bloger tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklari jamoatchilik e'tiboriga tushgan. U avtomobil boshqaruvi vaqtida rulga lagandagi oshni qo'ygan va uni yegan holda harakatlangan. Yana bir holatda esa haydovchi Nexia rusumli avtomobilning bir g'ildiragini ataylab yechib olib, mashinani 3 g'ildirak bilan boshqardi. Yuqorida qayd etilgan holatlar yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Avtomashinalar esa jarima maydoniga joylashtirilgan.